Assalomu alaykum meni jajji bolajonlarim. Mana yangi ertakni eshitishga hozirlik ko'rib turibmiz. Bugungi ertagimiz Nuh amakaning oti deb nomlanadi. Har bir to'qilgan ertakda haqiqat tolalari bor. Kichkina uyning kirish qismi kafur daraxtlari bilan o'ralgan. U yerda katta bir ot va yog'och arava turar. Ular o'tinchi Nuh amakiniki edi. Nuh amaki har kuni erta tongda turib, qo'shni qishloqlardan o'tin yig'ib, kechga qadar sotardi. U pul topgach, bir qismini kambag'allarga sadaqa qilardi. Qolgani esa o'z ro'zg'ori va ozuqa uchun ketardi. Bir kuni Nuh amaki aravasida uyiga qaytib ketayotgan paytda, uning oti bir oq ot yotgan otxonani ko'rib, to'xtab qoldi. Nuh amaki hayron bo'lib so'radi: "Senga nima bo'ldi, otim?" Oti esa oq otga havas bilan qarab dedi: "Qarang, bu oq ot rohat va farovonlikda yotibdi." Nuh amaki unga nasihat qilib dedi: "Ey otim, senga mehnat qilganing uchun ne'mat bergan Xudoga shukr qil." Biroq otda dangasalik boshlandi. Oq ot esa uni har gal mehribonlik bilan achinib kuzatardi. Bir kuni Nuh amakining oti devordan oshib, oq otning otxonasiga qochib ketdi. Nuh amaki uning ortidan yugurmadi. Otxona egasi uni ko'rib hayratda qoldi. "Qayerdan kelib qoldi bu ot?" ajablandi. Oradan ko'p o'tmay otni temir aravaga qo'shdi. Uning ustidan og'ir yuk bodom, don va guruchlarni to'ldirilgan qoplar ortildi. Keyin uni uzoqdagi bozorga haydadi.